Bugun Rizobay yog'och stroyda sotilayotgan barcha qurilish uchun ketadigan mahsulotlarni polni obzorini qilib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi yangiliklarimiz bugun mana ikkita furamiz keldi. Premoy zavoddan Siftikar Promtech Invest degan o'zimiz oladigan zavodimiz. Ko'rishlaring mumkin. Holatlari ideal. Kesimlari ham o'ta chiroyli, tarsopkalari ham chiroyli holatda bo'lgan. Barcha turdagi razmerdagi 4 metrli taxtalarimiz zavodskoylari yetib keldi. Biz buni ko'p kutgan edik. Hadovoy razmerlarimizdan 3 ga 10 turlarimiz. Buni ko'pchilik qalinroq pol qilmoqchi bo'lganlar pollikka ishlatadi. Strapelga ham ishlatayotganlar bor. 3 metr, 4 metr hammasidan keldi bu zavodda. Asosiy 4 metr chiqarardi, zakazga 3 metrli taxtalarni ham berishdi. Keling bu yoqqa. Mana bunaqa narsa hali bizda bo'lmagan. Mana buni qarang, nima deyapti bu? Katta xonalarda bo'lgan peregorodkaga, shunaqa kesimdagi tekis taxtalar ustakilarimiz uchun juda ham kerak bo'ladi. Agar taxta notekis bo'lsa, gipsokartonni qadash noqulaylik tug'diradi. Ustakilar buni juda yaxshi biladi. Razmerlari 3,5 ga 8,5 mana. Razmerlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Даже plusi ham bor. Mana 8,5 mana hammasi 3,5 plyusovoy beryapti. Ko'rishlaring mumkin. Holatlari juda ham tiniq. Mana bu zavod shunaqangi ideal ishlaydiki, pechatlari qaysi smena chiqargani, soat nechida chiqqani, kilogramgacha mana yozib beradi hattoki. Undan tashqari, hop. Mana lagaliklarimiz uchun yana ham kichikroq bo'lganlari keldi. Bular 11liklar deyiladi xalq tilida, ustalar tilida 11lik deydi. Bular ham juda ideal holatda, xudo xolasa. Shunaqa taxtalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Sizni qurilishingiz yengil bo'lishi uchun biz sizlarga narxlarni yengillab tashladik. Undan tashqari bizda Rizobay stroyda ko'rishlaring mumkin. Steklavata, falga, bazalt uylarni utublit qilish uchun barcha turdagi, barcha razmerdagi falgali, falgasiz hammasi bor. Gipsa profillarimiz. Undan tashqari mana bu yoqda dekor plaslarimiz bir ko'rib o'tib ketaylik. Dekor plaslarni ko'rishdan oldin chaspaklarimiz. Xohlagan turda, xohlagan rangda. Bu taxta chaspaklarimiz. Bular esa MDF chaspaklarimiz. Har xil turlari bor. Narxlari ham qulay, xudo xolasa. Hattoki biz hamma narsani birinchi qo'ldan olishga harakat qilamiz. Sababi hammasi narxga borib taqaladi. Biz ikkinchi, uchinchi qo'ldan oladigan bo'lsak, hamma o'zini foydasini qo'yib, narx ko'tarilib ketadi. Hattoki mana chaspakni ham birinchi qo'ldan olishga harakat qilib, narxlarni ancha arzonlab tashlaganmiz. Dekor plastlarimiz biz faqatgina sharqona plastdan ko'proq sotamiz. Sababi aslida dekor plasti hammasi ham bir xil deydi ko'pchilik. Namangan bor, chus bor, lekin seryosi, ya'ni materialda ozgina farqi bo'ladi. Bizga shu ozgina bo'lsa ham sifat birinchi o'rinda turadi. Sharqona dekor plastlarimiz 4 metrligi, 3 metrligi 1 kvadrati 28 ming so'mdan ko'rishlaring mumkin. Har xil turdagisi bor. Hammom, banya, oshxona, uylar, mehmonxonalar uchun barcha turdagi aboyli, aboysiz hamma turdagi dizaynlari bor. Xudo xolasa dekor plastlarimiz to'xtamaydi, постоянно bo'ladi. Imkon qadar tugatmasdan olib kelishga harakat qilamiz. Dekor plastimizda turlariga keladigan bo'lsak, har xil turdagilari bor. Buni ko'rishlaring mumkin. Mana bu yangi chiqqan hozirgi kundagisi. Oxirgi yangiliklarimiz bu bilan mana bunisi bor. Bu asosiy oshxona, dushovoylar uchun juda ham tushadi. Undan tashqari romlarimiz uchun ko'p ustalarimiz bilishadi. Mana bunaqa mebelni deyiladi, ya'ni buni mebelnilarimiz, chekkada figura chiqaraman deganlarga mana qoralarimiz bor, ko'rishlaring mumkin. Men ochiq svetda yoqtiravermayman, to'qroq deganlarga mana seriyalarimiz bor. Seriyani naqshi bilinmas bu. Ko'rinmas edi. Mana bunisi mana naqshlari ko'rinadigan seriyamiz. Bu aboylisi mana. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari 4 metrliklarimizda ham bizda hammasi para bo'ladi. Bundan 3 metrligimiz bo'lsa, 4 metrligi ham bo'ladi. Qidirib, ovora bo'lib, sarsongarchilik bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana bu ham yangi kelgan ekan. Bu maramga o'xshab ketadi, mana ko'rishlaring mumkin. Tovlanishlari bor. Undan tashqari dekor plastlarimiz uchun barcha skobadan tortib, chaspak deysizmi, samarez deysizmi, hattoki reykalarni ham eng baquvvatlari bor. Hozir ularni ham hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu pavilyonimizga keladigan bo'lsak, bu yerda asosan eng noyob
taxtalarimiz saqlanadi. Buni ana hop, ishlab chiqaruvchilar juda ham yaxshi biladi. Nulovka taxta edi, ya'ni. Ko'rsating, biror dona butog'i bo'lmaydi buni. Hattoki nuqtasi ham bo'lmaydi. Brus, lesvaklarda, ko'p borcha polliklarda hammasini shunaqa naves salqin joylarda saqlashga harakat qilamiz. Sababi hozir yoz, kun issiq, hatto odam tashqarida erib ketib qolyapti. Bular unga bardosh bera olmashi mumkin. Yana bitta eng katta og'riqlarimizdan bittasi lagalik, ya'ni 5 metrlik muammo edi. Razmerlarini bir ko'rib qo'ying. Bu yog'i to'liq 5. Zavodskoy. Yo'qlari to'liq 5. Bu tomonlari 15. Bo'yi nechi deganlarga 480, hattoki 20 santimetrda ham siz отходga chiqarmaysiz. Polga, laga, yo bo'lmasam tomga to'sinlik, strapeller qilaman deganlarga bez отход taxtamiz bu. 481 kesib bergan zavod, zakazga buni ham. Buni narxi 175 ming so'm. Toza qarag'ay zavodskoy, Belarus Texnonikol zavodi. Undan tashqari shpunt pol taxtalarimiz. Qalinidan so'raganlarga mana holatlarini ko'rib qo'ying. Butoqlari ham o'ta chiroyli, o'ziga yarashadigan butoq buniki. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 2,5 ga, mana to'liq 2,5 ga. Bu yog'i 12,5. Qalindan so'raganlar uchun. Qalin so'ragan ko'pda. Undan tashqari 1,8 ga 11,8, ya'ni 12 lik shpuntlarimiz bor. Shpuntlarimizda hammasi pachkasi ham zo'r, bir-biriga tushishlari ham xudo xolasa garantiya. Agar yoqmasa qaytarib olib kelasiz, pulingizni qaytarib beramiz, bo'lmasam boshqa zo'riga almashtirib beramiz. Chunki yoqishi 100% mana. Ichi ochiqlari ham bor. Oppoqqina chiroyli chiqadi. Bruslarimiz taxtalarda ichida Corolla deydi-yu. Hamma narsani o'zini shepi bo'ladi. O'sha taxtalar ichida shepi va brus bo'ladi. Eng qimmatdan yuradigan bu brus. Zavod, Altaylistika, toza sasna, dokumentlari 13,5 ga 13,5, 14 ga 14 deyiladi ustalar tilida. Narxlari 530 ming so'm. Kelib bemalol ko'rib olishlaring mumkin. 3 metr, 6 metr qolipdagilar bor buni. Bu bruslarimiz toza sasnadan ko'rdik. Bundan tashqari 8,5 ga 8,5, 4 metrlik ustunlar uchun, tomga, perigonlar uchun o'ta narx qulay bo'lgan bruslar 125 ming so'mdan. Bu brusni, mana bu brusimizni bolasi bu. 9 ga 14. Bir-biriga para tushadi bular. Tepaga peshqoriga buni qo'ysa, ustunligiga 9 ga 14lari. Razmeri dokumentda 8,5 ga 13,5 deyiladi. Xuddi shu zavodda brusi bu ham. Narxi 330 ming so'm. Qalin 200 lik bormi, 200 lik bormi, 20 lik deganlarga ko'rishlaring mumkin mana. Turga 20 lik, ya'ni 40 ga 200 bizning tilimizda bu. 4 metrlik toza sasnadan bu ham. Holatlari ideal bo'lgan, ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa barcha turdagi taxta, temir deysizmi, qurilish uchun ketadigan hamma mahsulotlarni faqat Rizobidan topishlaring mumkin. Hozirgi kundagi eng trenddagi bu lesvaklarimiz. Mana shu 4-partiya mana shu yerda kelishli lesvagimizda. Sababi Davronbek uy qurilishda birinchi hamma poydevorni ko'taradi. Hozir ko'pchilik joyda ekonom qilish maqsadida podvallar qilyapti. Podval bo'lgan joylarga asosiy bolon deydi ustolar tilida lagaliklarga ko'proq lesvaklar qo'yiladi. Sababi bu lesvak daraxti qarag'ay nariga archalarga nisbatan ancha mustahkam, o'zini zichligi bilan uzoq yil xizmat qilishi bilan tanilgan bu. Eng hozirgi kunda hadovoy lesvagimiz shu bo'lyapti, 4,5 ga 15. Narxi 120 ming so'm. Kilogrammlar xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor. Undan tashqari bugungi zavodlarimizdan mana yana. Bu ikkinchi furamizniki edi. Mana razmerlar. Ko'rishlaring mumkin. Yegin kelib ketadi, vafliga o'xshaydi. Tutib beraymi uka? Mana yana o'sha pechat ko'rishlaring mumkin. Undan tashqari kesimlari ham zo'r xudo xolasa. Bitta abzoli bor. Ustakalar biladi, bu daraxt chekkasi eng mustahkam joyi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, abzoli bor, arra tekkan, bemalol ishlasa bo'ladi. Lekin Rizobayda bitta yaxshi narsasi bor, sizda tanlab olish imkoniyati bor, narxda talash imkoniyatingiz bor. Hali hamon.
bir boshdan olasiz degan narsa yo'q bizda, xudo xolasa. Mana bu bizning ustaxonamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda bizda faqat reyka mahsulotlari chiqadi. Shifr uchun reykalarimiz, ko'rishlaringiz mumkin holatlarini. Suxariki. Bu yoqda patolog uchun reykalarimiz chiqadi. Reykalarimiz, mana shifr reykalarimiz 6500 so'm. Hozirgi kundagi narxi. Do'konchi объемga, katta объемga ishlamoqchi bo'lgan akalarga narxi отдельно bo'ladi. Uni aloqaga chiqasizlar, telefonda gaplashamiz xudo xolasa. Mana ko'rsatib qo'ying. Ashi ham o'zimizning bitta do'konchimizga tayyorlanyapti. 5000 metr ashundan xudo xolasa bugun chiqarib bo'ladi bolalar, mana yarmi chiqqan. Xo'p, mana bu reykamiz razmerlari 2 ga 4,5. Bu Rossiyaning o'zida chiqarilgan, tayyor, zavod chiqarib bergan bu reykani. Narxi 3800 so'm. Mana bu reykalarimiz esa hozir bir donasini olib ko'ramiz mana. Buni faqat o'zimiz chiqaramiz, ko'rishlaringiz mumkin mana. Uchida ushlasam ham sinmaydi. Razmeriga bir qiziqib qo'ying. 4 plyusovoy akalar. Oldinga daqa minusovoy zamon qolmadi. 4 plyusovoy reykalarimiz. Buni do'konchi akalarimiz uzoq qolsa hozir do'konga chiqarib o'zi yetkazib bo'lmayapti. Sezon avjida. Narx qulayligi uchun do'konchi akalarimiz har kuni xudoga shukr zakazlarimiz bor. Kimgadir yana kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar. Imkon qadar xudo xolasa tez va sifatli yetkazib berishga harakat qilamiz. Mebelchi akalarga barcha turdagi reykalarni xohlagan razmerda 1 ga 1 deysizmi, 2 ga 3 deysizmi, liboy razmerdagisini xudo xolasa chiqarib beramiz. Dispalarimiz Murmanskiy birinchi sort, oppog'idan mayda apilka 345 ming so'm. Hali hamon narx o'zgargani yo'q. Uyda polmas, dispa qilaman deganlarga. Undan tashqari o'z bo'larimizda eng qalinidan tortib eng yuqorisigacha DVP, DSP hammasidan bor. Panelalarimiz mana. Sifatlari a'lo xudo xolasa. Endi men g'ishlarda urib oldim, tomimda yopib oldim, Rizobaydan mahsulotlarni olib, qolgan shpakilovka, rodbullarni qaydan olaman deb o'ylanib yurganlarga birinchi qo'ldan bosib qo'yganmiz keragicha. Ko'rishlaringiz mumkin. Barcha turdagi, hamma brenddagi shpakilovka, rodbun deysizmi, kafilkilar hammasidan bor. Xudo xolasa xalqqa eng arzonini ilinamiz. Mana shpakilovlarimiz Bergutniki yangi Toshkentdan chiqarilayotgan eng ko'p hozirgi kunda trendga chiqib ketmoqchi ham Bono. Buni shpakilovkasi ham, rodbullari ham zo'r chiqyapti xudo xolasa. Mana bu yoqda Eleronni kafilkalari, shpakilovkasi hammasidan bor. Undan tashqari rodbullarimiz mana bir fura keladi o'zi mashq qoldi xudo xolasa. Ertaga yana bitta furada kirib keladi. Bularni ham qilib oldim. Endi patologda nima qilaman deydiganlarga tavsiyamiz, dekorlarimiz bor. Deb bo'lmasam o'zimizda gipsakartonlarimiz bor. Gipsakartonlar ham bizda faqat katta ob'yemda olingani uchun narxlar ancha arzon. Faqat furada olamiz, ha. Mayli, Isuzuda orada olib turamiz. Fura topa olmay qolganimizda, bo'lmasa asosiy furada olamiz. Knafda ustakalar ishlatganlar juda yaxshi biladi. Germaniya texnologiyasi mana ustiga ham yozib qo'ygan. Sifati baribir brend narsa kuchli bo'ladi. Mana uchidan ko'taryapman. Uncha-munchaga sinmaydi. Bemalol kelib ko'rib, chipirga o'xshab tashab olishlaring ham mumkin. Kafilni kilaylarimiz eng arzoni Penablok roman deganlar uchun 17 ming so'mdan boshlab 80 minggacha kafil kilayimiz bor. Sen ishonasizmi? Mana Eleronniki. Hali o'ziga mahkam, ishiga puxta stokalarimiz uchun Eleron rodbullarimiz, Eleron kafil kilaylarimiz hammasidan bor. Xudo xolasa bemalol kelib ko'rib olishlaring mumkin. Undan tashqari bizda polliklarimiz faqat zavoddan keladi. Shpontoy, oddiy pol taxta deysimiz. 6 metr, 5 metr, 3 metr, 2 metr, hattoki 1.70 lik strapilar hamda lagaliklarimiz ham bor. Razmerda muammo yo'q bizda. Kelasiz, topib beramiz xudo xolasa. Nima narxi? Shiprmi? Ha, shiprga keladigan bo'lsak, shifrlarimiz hozirgi kunda Quvasoy chek brend baribir birinchilikni bermayapti. Quvasoy bonuslarimiz bor. Quvasoy bonusimiz 44,5 ming qilib beramiz. Bizni Instagramda kuzatib kelganlarga.
Qo'soy chekimizni 45.500 so'm qilib beryapmiz hozirgi kunda. Bugungi chisloimiz 25-iyul 2026-yil. Sanaga e'tibor berib qo'yasizlar. Yana ertaga kuzda shipir 60 mingga chiqib ketsa kelsa aytgansan deb o'tirmanglar. Bo'lganda bu holat shunga aytib qo'yapmiz oldindan. 25-kun holatiga shipirlarimiz 45.500 so'm. Qo'soy chek, qo'soy bonuslarimiz 44.500 so'm. 1000 so'm farq bor. Ikkalasini ham 5 yildan garantiyasi, garantiya qog'ozlari hammasi bor. Manzilimiz paxta klaster ro'parasi. Artel tomonidan kelganingizda 10 qo'lda Rizobay Stroy. Birinchi bo'lib yog'och boshlanadi, keyin temir. Undan tashqari bizda faoliyatlar ko'p. Kelib ertalab kelsangiz, kechgacha zerikmaysiz, aylanib bemalol ko'rib yuraverasiz. Tomoshaga ham kelsangiz biz xursand bo'laveramiz.